Mani sahifamdan foydaliroq sahifa topmasligingiz aniq. O'shaning uchun hoziroq obuna bo'ling. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana shu manekendagi libosni birgalikda modellashtirib, bichib tikamiz. Buning uchun har doimgidek oldi asos andozamizni, ya'ni markazini, vichkalarimizni yopib olishdan boshlaymiz. Markazimizdan topib olib, yelkasini 7 cm qoldirib, chuqurligi qoladi. Kerakli formani chizib olamiz. Orqa yelkasini oldi yelkasiga moslashtirib 7 cm и plus vichkamiz bilan 8,5 cm qilib orqani ham formasini chizib olamiz. Bu fasonimizga ko'rib turganinglardek ikkala tomonlamali xameleon to'kilib turadigan matomizdan foydalanamiz. 3 metr mato kerak bo'ladi. Agar matoyimizni eni 1.40 yoki 1.45 bo'ladigan bo'lsa, enini aniqlashtirib olib, yupqa uchun buklovda taxlab olamiz. Hozir buklovda 4 ta qavat turibdi. O'shaning uchun belida agar zborka tushishini xohlasanglar, birinchi uzunlikni qo'yib olasizlar. Tepada qancha qolsa, o'shani zborkaga terib yuboramiz. Belida zborka bo'lmasligini xohlasanglar, masalan, bel aylanasini 4 ga bo'lib, bizda bel aylanasi 68, 4 ga bo'lganimizda 17 chiqadi. Mana 17 qo'yamizda, mana primerni bilib olamiz, что tepadan necha ajratib olishimizni. Tak, nuqta qo'ydim. 21 ekan. 21 burchakdan xuddi shunaqa aylantirib qo'yib chiqamiz. Mana shu chizig'imizdan keyin yubkamiz uzunligini qo'yamiz. Bizda yubkamiz uzunligi 115 cm. 115. Mana shu chizig'dan qo'yib chiqaman. E'tibor bering, tegini bir 15 cm-lar orasida belgilab chiqaman. Bitta chiziq 115 qo'ygandan keyin keyingi chiziqlarini 0.5 kamaytirib boraveraman. Chunki bunga o'xshash matolar aynan mana shu kasoy qismi osiladi. O'shaning uchun har 15 cm da 0.5 cm 1 cm dan kamaytirib boramiz. Kromkasini ham olib tashlaymiz sразу joyida. Kromkalar bizga tikishda xalaqit beradi. Mana bizda kasoy yubkani bichib olgandan keyin burchak qismi qoldi. Aynan mana shu burchak qismini xuddi shunaqa buklov holatda andozamizni mana bu qismini tekis qo'yib olamiz. Bu joy ochilgani bo'yicha olaveramiz. Bismillah. Chok haqlari bilan sразу bichib ketamiz. Bu qismini chok haqqi bilan xuddi shu yelka balandligi bo'yicha ham avval qilib olamiz va yelkasini belgilab qo'yamiz. Orqasini o'z holati bo'yicha ham joylashtirib, chok haqlari bilan chizib olamiz. Vichka o'rnlarini ham joyida belgilab ketish esdan chiqmasin. Videoni yaqinlariga yuborib, izohlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Keyingi darsliklarda a'lo kayfiyatda ko'rishguncha